Alloh subhanahu tabaraka va taolo ana shunday taqvoli insonlar nafaqat Alloh taolo taqvoli bandalarga yaxshi bilan yomonni, to'g'ri bilan noto'g'ri yo'lni ajratadigan ilm, hikmat berishligi, nafaqat ularning gunohlarini kechirishligi, nafaqat ularni mag'firat qilishligi, balki Alloh subhanahu tabaraka va taolo ularni o'ziga do'st qilishligini aytib o'tyapti. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va lahum yahzanun allazina amanu va kanu yattaquna lahumul bushra fil hayatid dunya va fil akhirati la tabdila li kalimatillahi zalika huval fawzul azim. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning valilari do'stlariga hech qanday xavf yo'q. Ular tashvish ham chekmaydilar. Ular kim Allohning valilari, do'stlari, xavf bo'lmagan, tashvish chekmaydigan Allohning do'stlari kim desa, ular Allohga iymon keltirib, Allohga taqvo qilganlardir. Ularga dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabarlar, yaxshiliklar bor. Bu Allohning va'dasidir. Allohning so'zida o'zgartirish yo'qdir. Zalika huval fawzul azim. Bu ulkan yutuqdir, deyapti Xudo taolo. Alloh ana shunday hikmat berishligini, to'g'ri bilan noto'g'rini, yaxshi bilan yomonni ajrata oladigan hikmat berishligini istaymizmi? Gunohlarimiz kechirilishligini istaymizmi? Mag'firat qilinishligini istaymizmi? Allohga do'st bo'lishlikni istaymizmi? Qiyomat kunida ham dunyoy oxiratda xavf xatar bo'lmagan, tashvish bo'lmagan, Alloh subhanahu tabaraka va taolo dunyo oxiratda ularga xush xabarlar beradigan ana shu ulkan yutuq egasini bo'lishlikni istaymizmi? Allohga taqvo qilaylik. Allohdan qo'rqaylik.